bu paketni ayirib qo'ydi, jirtib qo'ydi. Bak apa, hoş qo'ydiring. Ha, o tortib olib ketaveradi. Lola. Ozodan olib ketdi. Mana aka. Bismillah. Voy. Bo'ldi aka. Videoni uzmang aka. Oo. Aytdan bo'lgan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli mekanlashtirmaslarbi. Buyursa, mana shu yerga kelib qoldik. Shul ko'rib turganingizday o'zingizlar Tornado brend degan travilkalarga Marjon akamizga buyursa keldik. Sizlarga bir chekadan ma'lumotni beramiz. Bardığın bu qanday xizmat qiladi, navol motorlaridagi bardığını chiqarib tur. Bu yerga peska ulab qo'yib qo'yib turgan, ne qo'yda surayda kulenkalardan da paketlarni kiygizib qo'yib tur. Hozir bardiq ma'lumotni taqtab so'rab bilib beramiz. Buni ne sababdan bunday qilgan? Hozir ham buyursa cho'g'u ko'ramiz. Bizga taqtalib like-dan bosib qo'yinglar. Marjon aka, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Manas aka. Yaxshimi? Siz holing'iz yaxshimi? Yaxshi yurasizlarmi? Ishda o'tasizlarmi? Xudoga shukr. Buyursa boshladik videomizda. Ha, xudo xolasa boshladik. Motorlar Geroy Jang ular ha? Ha, yangi motorlarimiz. Bu mana Geroy 100% medni mana korobkasi. Ha, bunaka 100% medni degan aka degan. Bunda bardig'ida bor ekan. 4 voltmetri bor, 4 ko'rsatib beradi. Ha, bunda. Ha, bu alyumin. Bu alyuminniy. Bu jez, bu alyumin. Jez alyuminniy. Yangi bosamiz. Ular jang. Umuman bosamiz. Mana ol tishlar ekan ha? Ha, bu tishlari. Bu 10 kilolik pichog'imiz. Mahalliy kilogramlik mahallik bilan. Malat to'yi bor. Don dur beradigan. Bu 5 kilolik pichog'imiz. Bu ham malat to'yi bor. Buni ikki xil qilganimiz sababi bu tok baquvvat joylarga beradi. Bu 170 dan tepa tok bo'lgan joylarga. Biraz slavroq yerlarda. Slavroq joyga beramiz. Ashuni tushuntirib o'tib ketmasa, momentda bular setkalari 2li, 5li, o cho'pniki. Çöp bu bakı neleri? Makka sotasi bilan chiqaraveradi. 5li bu. Marka u ungul bota. Bu bitta dravlikada mana shu 3 ta setga narsa qo'shib bir ha, komplektda. Qo'shib beramiz. Buna shu to'q ko'p yerda ishlaydi. Bu bo'lsa biraz slavroq yerda. 5 kilogramlik, alemi bu bo'lsa 10 kilogramlik. Shunday. Peska blok dunyo bir yerga chiqarib qo'ydingiz. Ravi hozir mana bu peska blok. Mana shu tishlarni sinab beraman, tashab. Qo'ying. Ha. Tish sinib qoladimi ol? Yo'q, sinmaydi. Sinbay toshna. Sinmaydi. Qo'ysangiz. Aka, mana sinab ko'rsatib beraman aka. Hozir buyursa, cho'g' ko'ramiz. Mana qadimgi deylar, o'z-o'zini peska blok aka. Peska blok. Nega? Mana shu boltga akani ham tashab chiqarib beraman aka. Ha, bularni ham qo'shasiz bu. Ha, u pichog'i sinadimi, sinmaydimi? Pichoq toshni sinib qoladi aka. Videoda uzmaymiz, aka mashina chiqar ekan. Ha, bo'ldi, hech qanday pavoza bo'lmaydi. Buni ol maka. Ha, men vaqtdan yutish uchun o'zi bitta dravlika qiladigan ishni, xizmatni atayin bo'lib qo'ygansizda. Bo'lib qo'yganman. Masalan, makan tartat, budaydi, cho'pni, bedeni, samanni, peska blok bo'lib, bardig'ini buyursa. O'zi bitta dravlika, hamma narsa. O'zi bir dravlika shuncha xizmat qiladi. Masalan, cho'p, buday, maka. Nega? Buni olaman, maka naq jug'organ ha. Cho'ng yaxshi. Hozir mashqdan boshlab ko'rsataymi? Tartaylar shuni. Ha, bismillah. Bismillah, ana. Va, to'qqishib turgan yer qaysilar? Mana. Ha, bunaqla. 205 ha, bo'ldi. Ha. Mana ochib qo'yiladi. Ha. Ha, o tortib olib ketaveradi. Lola. Ozodan olib ketdi. Bo'ldi, o'tavering. Oho. Bu ungul qo'ygan bu? Mana. Qadar Makka. Bu qadimgilar tegirmandan chiqqan
makanning maydasi bu. Makani shunday qilib beradi. Mas setkada mardagi bilan solsa ham mana shunaqa qilib beradi. Ha. Sotasi bilan. Mardagi bilan dag'i makanni o'zini salsa ham xuddi shunday olib chiqarib qo'yadi. Endi bunda bug'doyimiz bor. Bu 2li setkada. Ekilik. Ha, bismillah. Buday. Qadimgileri o'zimizning buday. Ket, tartib ha. Ulan budaydı dağı, ulan shunday olib tartib qo'yib bo'lsa. Ha? Bu paketini uylatib qo'ydingiz. Bu changimasinga. Ha. Hozir mana Bu bunday. bittasida molga, bittasiga qo'y bor. Qo'ylarga, mollarga cho'p qattiqqa chiqarib beradi. Hozir mana bedadan tashlab ko'rsatib beraman. Na beda. Ha, bu yoqqa. Like. Boshi son. Bak yapaya. Bu paketni ayirib qo'ydi, jirtib qo'ydi. Bak yapaya, qo'shib qo'y turing. Chang'oy turgan tushunlar shunday qildi negizi. Buni zararli qalinroq paket qo'yish kerak. Oho, biroq mollarga loyiq normalniy bo'ladi shu, ha? Naka. Qadimgilar naka. O'ta son. Narxi qo'ylarga? Nariga mana hozir buni ham ko'rsatib beraman. Bu qo'ylarga. Mana qilib beradi. Tamam. Maka payamını tamamdı. Hozir aralashtirib, Aha. qo'ya, beda, somon qilib chiqardim. Hozir mana shuni yechib ko'rsatib beraman. Oldu. Akbarjon yechingchi. Çeçi bir köşet boyla. Ana. Mana Öte mayda. qo'y bop. Sonun ova. Öte son. Makka ham bor, beda ham bor, somon ham bor. Bardığı var ekan ha. Ha, Şakarap. shunday. Mana shuni joyiga baylab qo'yasizlar. Endi de gatarda mana 3 faza. Bu 3 faza. Ha, 4 kilovat, 3000 оборот. 4 kW 3000 оборот. Ha, bulardan sal cho'ngroq. Ha, bulardan cho'ng ha. Motordağı çi, mesela bu orada onda çi. Kishi kattaroq bo'ladi. Bu qancha kilogramlik? Ha, bu videoda bir 10 kilo olib berdi. Alhamdulillah. Bu Mana shuni aha. ishlatib ko'rsatib beraman. Mana shuni suqib oling-da, Akbarjon. Uyunda 3 fazası barlar. Alsa olur tayar ha. Mini ta bu endi. Bu mini ha. Ha, bu yem tortsa ham bo'ladi. Jem. Ha. Hozir mana shunda mana shu hamma yo'q tortib chiqarib beraman. Bu jemde misali O'chiring. soatna qancha chiqarib qo'yadi? Boshqatdan. Bu jemde misali soatna qancha tartib qo'yish mumkin ham Bu bunday? soatiga aka 200 kilo, 250 kilo tortaveradi. Undan ham ko'p tortaveradi. Eng emesi 200 da bunday. Yaxshi normasa Ha, mana. 200 kilogram yaxshi-da. Makka sotasi bilan. Ova. Hozir jemning kilogramın 2 so'mdan sotadi da. 2 so'm, 2,5 so'm, 1,5 so'm. Non olsang o'zingda foyda keldi ha. Ha. Bir saatte misal 200 kilogram jem tattırsang 2 so'mdan bo'lsa уже 400 so'm. Yaxshi ekan. Hozir bunda cho'pni chiqarib ko'rsatib beraman. O'zi qo'ya bormi? Aha. Hamma yo'q chiqarib beraman. Bo'ldi bo'lsa. Bitta suqib oling Akbarjon. Bismillah. Bak.
Tushda bu. Rayonda yotibsiz. Mana. Ana yo'qdan. O'zi paya qani albatta, yo'q. Yo'q deng ha. Aha. Beda, poya mana. Bede paya, qo'zo paya. Bardig'i aralash yo'q bo'lib ketdi. O'zi paya nima aytib, ikkita cho'piyonlar. Bo'lmasa maydalab tashlaydi. Bu qo'yga ulayag'alar qilib qo'yib turdi. Ha? Qo'y bo'ldi. Mana. Yemi Qo'yam, salam dedingiz-mi? Ha? Peska bulokda. Peska bulokda mana hozir tishini sinagani, o'zi buni Raulga tashlab bo'lmaydi, bilasiz. Ova, negizi bo'lmaydi. Men prosta siz tishin sinayim dedingiz-da. Men biroq sinib qoladi o'tamda shuningcha. Hozir mana shu ochib ko'rsatamiz, videoda uzmaymiz. Ova, ondan. Ketdim. Bu tomonga o'tib oling. Ya, o'tib olayim men. Hading deylar peska bulok o'zi-o'zi. Yemiyorum ne oldu? Aka mana hozir deydilar. Aka bo'lka akalar qani? Bolt kaygan salamiz. Hozir peska bulokdan shunday olib turib Olib keling aka. Ko'proq olib kelasiz. Nima kerak bu? Abish deylar nima? Bolt kaygan. Chag'ini sinagani tashlaymiz aka. Mana aka. Summa. Voy. Bo'ldi aka. Videoni uzmang aka. Ova. To'xtashini kutamiz. Pauza yo'q, hech qanday pauza yo'q. Hozir bu peska bulok saldi. Buna o'xshagan. Qadimgilar buna bolt kaykalar saldi. Buna tashi tekshirgan. Men sinib qoladi dedim, sinmaydi ekan-a? Aka hozir mana to'xtashini kutamiz. Sekin to'xtaydi. Shunda pauza qilib aytamda shu. Pauza qilib aytirib. Ular bak chiqqanlar qaysilar ekan ha? Buni oldi olmas kesibdi dag'i. Ha, buni oldi. Non yuzibdir ha? Qolganlar ketib qoldi-mi? O yoqqa uchib ketdi u. Peska bulok ham aka qattiq ekanda batki. Qarang. Peska bulok bu sementni ko'p yaxshi qo'shib turdi. Qo'l dekatlasay. Qo'lda, ha? Aka. Rasm bukilib, egilib ketgani yo'q. Hech narsa bo'libdi, ha? Hech narsa bo'lgani yo'q. Buni o'kovlar maydalab qo'yib turadi negizi. Qolgan yoqlari o'sha bo'ydan ekan. Aka, chitlari ko'rinadi-chi. Mana shu 10 kilolik pichog'imiz. 10 kilogrammlik, ha? Yemi Marjon aka bu dostavkasi Navol Qirg'iziston bo'yidan rayonlarga bekor, ha? Bekor. Respublikani bekor. Oblasti markazlarigacha yetkazib beramiz. Rayonlarga jet oblasini bor yerlarida bekor. Zakaz qilsangizlar bo'lsa bo'ladi, ha? Javob tayyorlari bormi? Zakaz qilishadi, uzoq bir jumaga qolmay yetkazib beramiz. Bir jumaga eng bo'lmasa, o'zag'i. Xudo xolasa. Ularni ham aqchasi qanday bo'lsa,
Aqchasi aka, mana shu 10 kilolik pichoq qo'yib, jez motor qo'yib bersam, 100% medniy qo'yib bersam, 25 ming so'm dastavkasi bilan. 25 ming dastavkasi menen. Dastavkasi içinde rayonların sentrinde. Buna jez motor menen, buna 10 kilogramlık tişin koyup berse 25 ming dediniz mi? 25 ming so'm. Aha. Jez motorga yengil pichoq 5 kilolik qo'yib bersam, 21 ming so'm bo'ladi. 21 ming. Alyumin motorga 5 kilolik pichoq qo'yamiz, 18 ming so'm. Dastavkasi bekor. 18 ming. Misali buna alyuminga bundan qo'ysa 10 kilogramlıkta. Buni qo'yilsa 22 ming bo'ladi. 22 ming. Aha. 22 ming bo'ladi. Yetkazib beramiz. Bularga misali ham bunday garantiyni qanday vaqt berilib, javob berilmay ham garantiya berish qiyin. Motorga biz yangi olib kelamiz mana aka. Jang bular ham, ha? Yangi bosamiz, motorga garantiya bermaydi bizga aka. Aha. Biz ham aka motorga garantiya beramiz. Ammo ishlatishiga biz javob beramiz. Nega qadim dedim aka. Nomerleringizni mana shular deymi, ha? Nomerlarni pastda qoldirib ketamiz, xudo xolasa. Adres ushul adreqi Manas shahrindamiz, Manas shahrining o'zida. Chalsangizlar, buyursa zakazni beringizlar. Eng uzog'i bir jumaning ichida dayadab berishayotgan. Kimgadir aka 4 faza, 3 faza bo'lsa aka. Shuni bos qancha? Shuni aytmadik-ku. 3 faza 4 kilovatli qo'yib bersak, 35 ming so'm bo'ladi. 35 ming ol. Dastavkasi bekor. Bekor. Bu Çoğam 40 öğret GMP'nin bardığına. Barini tortaveradi. Bu bo'ladirganlar bahası 35 ming mi? Daha biraz ozgina tushib beramiz. azman o'tib berasizlar, ha, biroq dastavkasi bekor. Xudo xolasa telefon qilishaveradi aka. WhatsAppdan ko'proq cholishaversin aka. WhatsAppdan ko'proq chalsa, promoydalar o'zi, promoy WhatsAppda bardi birdan nomeri o'zi. Bor. Bunaka tishlari, tashlari bardi. Motorlar. Onda videomuzu jintiqdayız, ha? Bo'ldi. Aha. Baringizlar, sog' salomatda qolingizlar.